Assalomu alaykum. Foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni oziq-ovqat mahsulotlarini uy sharoitida saqlash haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Kundalik ovqatga ishlatiladigan mahsulotlarimizdan eng asosiysi go'shtning sifatini o'z holicha saqlash juda muhim sanaladi. Olib kelgan go'shtni darhol muzlatgichga qo'yish lozim. Unutmang, go'shtni bo'laklarga bo'lish kerak. Shunda uning oralari ham muzlaydi. Go'sht yelim idishda saqlanadi. Mahsulotni sovutgichda 3 kundan oshiq saqlab bo'lmaydi. Tuxum xarid qilganda uning yangi yoki eskiligini bilish uchun 1 stakan suvga 1 donasini solib ko'ring. Agar tuxum cho'ksa, demak eskirgan. Suv yuziga qalqsa, yangi hisoblanadi. Tuxumlarni issiq yoki xona haroratida saqlab bo'lmaydi. Ularni faqat sovutgichda saqlash kerak. Tushlikdan qolgan ovqatlarni qopqog'i berkitiladigan idishga solib, muzlatgichga qo'yish lozim. Aks holda boshqa mahsulotlarning isi ovqatga o'rnab qolishi mumkin. Sut mahsulotlarini muzlatgichda ko'p vaqt saqlab bo'lmaydi. Shuning uchun ularni darhol ishlatish kerak. Sutni toza yuvilmagan va suvi sirqilmagan idishlarda saqlab bo'lmaydi. Bu uning sifatini albatta o'zgartiradi. Yopilgan konservalarni ochilgandan keyin saqlamang. Kolbasa, pishloq va shu kabi mahsulotlarni pergament qog'ozga o'rab, sovutgichda saqlash kerak. Saryog'ni amal qilish muddati tugaguncha ishlatish kerak. Undan o'tib ketsa, yaroqsiz hisoblanadi. Hatto muzlatgichda saqlasangiz ham. Asalni sovutgichda saqlab bo'lmaydi. Sovuq harorat uning tarkibini o'zgartiradi. Shu bois asalni xona haroratida asragan ma'qul. Barcha illatlar asosida beparvolik yotadi. Salomat bo'ling.